Assalomu alaykum. Sizlar bilan vrach allergolog Ahmedov Mirqodir. Bugun sizlar bilan umumiy qon tahlili haqida gaplashamiz. Umumiy qon analizi qonning fizik va kimyoviy xossalari haqida ma'lumot beruvchi laborator tekshiruvi hisoblanadi. Qonni tekshirish odatda qo'l barmoqlarining kapillyarlaridan olingan namuna asosida tekshiriladi. Ba'zi hollarda esa suyak iligidan ham qon namunalarini tekshirish mumkin. Bizning davrimizda yuzlab gematologik tekshiruvlar ishlab chiqilgan. Bir xil qon misolida bir nechta tekshiruvlarni amalga oshirishimiz mumkin. Qon tarkibi plazma va shaklli elementlardan tashkil topgan. Qon hujayralariga eritrositlar, leykositlar va trombositlar misol bo'ladi. Qon plazmasi esa shaffof suyuqlik hisoblanib, qonning 50-65% ni tashkil etadi. Ko'pgina tekshiruvlar qon tarkibida eritrositlar, leykositlar, eritrositlarning cho'kish tezligi, ularning sonini tekshirishga asoslangan. Bundan tashqari, ayrim tekshiruvlar qon tarkibidagi rezus omillar yoki qon guruhlarini aniqlashda ham qo'llaniladi. Boshqa hollarda qon hujayralarining tarkibi, shakli va tizimli detallari, gemoglobin va boshqa qon oqsillari aniqlanadi. Qon yana umumiy hajm, aylanish vaqti, yopishqoqligi, ivuvchanligi va ivish kasalliklari, kislotalik muhiti, kislorod va karbonat angidrid miqdori va turli moddalarning tozalanish xususiyati asosida tahlil qilinishi mumkin. Maxsus infeksiyalarga xos bo'lgan moddalarni aniqlash, xususan sifilis, gepatit va orttirilgan immun taqvisi sindromi uchun ham maxsus tekshiruvlar amalga oshiriladi. Umumiy qon tahlilida quyidagi ko'rsatkichlar aniqlanadi. Birinchisi gemoglobin. Bu kislorodni biriktira oladigan va tashiydigan, o'zida temir atomi tutuvchi oqsil hisoblanadi. Gemoglobin qizil qon tanachalari, ya'ni eritrositlar tarkibida bo'ladi. Gemoglobin miqdorini aniqlash juda muhim hisoblanadi. Chunki buning miqdorining kamayishi butun tanamizda organ va to'qimalarda kislorod yetishmasligiga sabab bo'ladi. Gemoglobinning kamayish sabablari: anemiya, leykemiya, tug'ma qon kasalliklari, temir va vitamin yetishmasliklari va qon yo'qotish. Gemoglobinning oshish sabablari: degidratatsiya, ya'ni organizmda suyuqlikning kamayishi. Bunda chanqoq, ortiqcha terlash, buyrak faoliyatining buzilishi, ya'ni pasayishi, diabet kasalliklari, haddan tashqari ko'p qusish yoki diareya va diuretiklarni qo'llashda. Bundan tashqari, yurak va o'pkaning tug'ma nuqsonlari, gematopoyez kasalliklarida gemoglobin oshishi kuzatiladi. Keyingisi bizda eritrositlar. Bu kichik o'lchamdagi qizil qon tanachalari hisoblanadi. Bular qonning eng ko'p miqdordagi hujayralari hisoblanadi. Ularning asosiy vazifasi kislorodni organ va to'qimalarga yetkazish hisoblanadi. Eritrositlarning kamayishi bu anemiya hisoblanadi. Kamayishning asosiy sabablari: oziqlanishdagi xatolar, vitamin va oqsilga boy bo'lgan mahsulotlarni kam iste'mol qilish, qon yo'qotish, leykemiya, irsiy fermentopatiya va gemoliz ta'sirida yuzaga keladi. Qizil qon hujayralarining ortishi sabablari: organizmning suvsizlanishi, eritremiya, nafas olish va yurak yetishmovchiligiga olib keladigan nafas yo'llari va yurak kasalliklari, buyrak arteriyasi stenozi. Keyingisi leykositlar. Bular qon oqimi bilan oqib yuradigan tanamizning tirik hujayralaridir. Bu hujayralar immun tizimini nazorat qiladi. Infeksiya, toksin va tanaga boshqa begona moddalar ta'sir qilganda, bu hujayralar tanaga zarar yetkazuvchi moddalarga qarshi kurashishni boshlaydi va ularni yo'q qilishga harakat qiladi. Leykositlarning shakllanishi qizil suyak ko'magida va limfa tugunlarida rivojlanadi. Leykositlar bir necha turga bo'linadi. Bular neytrofil, bazofil, eozinofil, limfosit va monositlar. Oq qon hujayralari, ya'ni leykositlarning oshishi sabablari: ovqatdan so'ng, faol jismoniy harakatdan keyin, homiladorlikning ikkinchi yarmida, emlashdan so'ng, hayz paytida, yallig'lanish reaksiyalari paytida, yiringli yallig'lanish jarayonlarida, yumshoq to'qimalarga shikast yetish, ya'ni kuyishlarda, operatsiyadan keyin, revmatizmning kuchayishida, onkologik kasalliklarda, leykemiyada leykositlarning ortishi kuzatiladi. Keyingisi leykositlar sonining kamayishi. Bunda virusli va yuqumli kasalliklar fonida, revmatik kasalliklar fonida, ba'zi leykemiya turlarida, gipovitaminozda va radiatsion kasalliklar ta'sirida yuzaga keladi. Keyingisi gematokrit ko'rsatkichi. Eritrositlar tomonidan ishg'ol etilgan hajmning tahlil qilinayotgan qonga nisbatan foiz nisbatidir. Bu ko'rsatkich foizda hisoblanadi. Umumiy qon tahlilining ajralmas qismi hisoblanadi. Gematokrit ko'rsatkichining oshish sabablari: eritremiya, yurak va nafas yetishmovchiligida, qattiq qusish, diareya, keng kuyish va diabet natijasida organizmning suvsizlanishida. Gematokrit ko'rsatkichining pasayishi anemiyada, buyrak yetishmovchiligida, homiladorlikning ikkinchi yarmida kuzatiladi. Keyingisi bizda leykositlar turlari.
Birinchisi bu neytrofillar. Neytrofillar ikki turli bo'ladi. Yetilgan neytrofillar, ya'ni segment yadroli, yetilmagan, ya'ni tayoqcha yadroviy turlarga bo'linadi. Qonda neytrofillar oshishi sababi bu neytrofilyoz deb ataladi va quyidagicha namoyon bo'ladi. Infeksion jarayonlarda, ichki organlar yallig'lanishida, infarktda, surunkali metabolik jarayonlarda, saraton kasalligida, emlashda, immunostimulyatsiya qiluvchi preparatlarni qo'llashda yuzaga keladi. Neytrofillar sonining kamayishi infeksion kasalliklarda, qorin tifi, brutselyoz, grippda, suvchechak, qizamiq, virusli kasalliklarda kuzatiladi. Ba'zi qon kasalliklarida, aplastik anemiya va o'tkir leykemiyada, tug'ma neytropeniyada, tireotoksikoz, kimyoterapiya natijasida, radioterapiya natijasida, antibakterial va virusga qarshi preparatlar qo'llash natijasida namoyon bo'ladi. Keyingisi eozinofillar. Bu toksik moddalar parazitlarga qarshi kurashuvchi leykositlarning bir turi hisoblanadi. Saraton hujayralarini ham tozalashda ishtirok etadi. Ushbu turdagi leykositlar humoral immunitetni shakllantirishda ham ishtirok etadi. Eozinofillarning qonda oshish sabablari: allergiyada, parazital kasalliklarda, infeksion kasalliklarda, saratonli o'smalarda, gematopoiz tizimli kasalliklarda, revmatik kasalliklarda. Eozinofillarning qonda kamayishi og'ir metallar bilan zaharlanishda, yiringli jarayonlar, sepsisda, yallig'lanish jarayonlarining boshida. Keyingisi monositlar. Bular tananing eng katta o'lchamli immun hujayralari hisoblanadi. Ushbu qon hujayralari begona moddalarni tanib olib va boshqa leykositlarni uni tanib olishni o'rgatish bilan shug'ullanadi. Ular qondan tananing to'qimalariga ham ko'chib o'tishi mumkin. Qon oqimidan tashqari monositlar tanada boshqa moddalarga ham aylanishi mumkin, ya'ni makrofaglarga aylanadi. Makrofaglar yallig'langan to'qimalarning o'lik hujayralaridan, leykositlardan, bakteriyalardan tozalashda ishtirok etadi. Tozalashda ishtirok etish uchun yallig'lanish markaziga to'planadi. Makrofaglarning bu ishi tufayli yallig'langan to'qimalarning tiklanish uchun sharoit yuzaga keladi. Monositlarning oshish sabablari: viruslar, parazitlar, zamburug'lar va sodda hayvonlar tufayli kelib chiqadigan bakterial infeksiyalar, o'tkir yallig'lanish jarayonidan keyin tiklanish davrida, spetsifik kasalliklar, sil, bezgak, brutselyoz va sarkoidozda, revmatik kasalliklarda, gematopoietik kasalliklarda, fosfor va tetraxloretiandan zaharlanishdan keyin yuzaga keladi. Monositlarning kamayishi aplastik anemiya, kuchli hujayra leykemiyasida, yiringli jarayonlarda, tug'ruqdan keyin, jarrohlikdan so'ng, steroid preparatlarni qabul qilgandan so'ng. Keyingisi bazofillar. Qonning eng kamyob immun hujayralari hisoblanadi. Odatda ular qon tahlilida aniqlanmasligi mumkin. To'qimalarning yallig'lanishiga olib keladigan ko'pgina moddalarni o'z ichiga oladi. Bazofillarning qonda ortish sabablari: surunkali mieloid leykemiyada, gipotireozda, suvchechakda, oziq-ovqat va doriga nisbatan allergik reaksiyada, nefrozda, gemolitik anemiyada, Hodgkin kasalligida, taloq olib tashlangandan keyin, gormonal dori bilan davolangandan keyin, yarali kolitlarda kuzatiladi. Limfositlar bu leykositlarning ikkinchi yirik sonli hujayralari hisoblanadi. Limfositlar immunitetda muhim rol o'ynaydi. Qonda turli xil limfositlar, yordamchilar, bosimchilar va qotillar tarqaladi. Har bir oq qon hujayralari muayyan tartibda immunitetni oshirishga xizmat qiladi. Limfositlar oshishining sabablari: virusli kasalliklar, toksoplazmoz, ba'zi qon tizimi kasalliklari, ba'zi dori vositalarini qabul qilganda, levodopa, valproat kislota, giyohvand moddalar qabul qilganda va leykozda kuzatiladi. Leykositlar sonining kamayishi esa limfogranulomatoz, tuberkulyoz, aplastik anemiya, buyrak yetishmovchiligida, onkologik kasalliklarning terminal bosqichida, OIDSda, radioterapiya, kimyoterapiya va glukokortikoid moddalarni foydalangan paytda yuzaga keladi. Umumiy qon tahlilining davomini keyingi videolarimizda kuzatib boring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kasal bo'lmang.